obod qilgan ko'ngillarim, ota uyda qushday ruhi yengillarim, o'zga uyga yig'lab ketar bo'ldingizmi? Xudo bersin baxtingizni singillarim. Qizi bor uy karvonsaroy bozor ekan, qizi borning savdolari bisyor ekan, tayyoriga kelgan yanga ayyor ekan, ota uyda qushday ruhi yengillarim. Xudo bersin baxtingizni singillarim. Nima bo'ldi sizga dadasi? Dadasi, seni juda ham yaxshi ko'rardilar. Aka, bu yog'iga dadamning ishlarini o'zingiz boshqarib turasiz. Otani uyi karvonsaroy emas, tugun ko'tarib yugurib keladigan. Sen bilan meni erkalaydigan otam o'tib ketdilar. Siz edingiz bolalikdan hamrohimiz, har yaxshi-yu yomon kunda ogohimiz. Endi oyda bir uchrashar nigohimiz. Xudo bersin baxtingizni singillarim. Kuzatar choq sizni hatto eng bag'ri tosh, otalar ham bo'zlab qolar ko'zida yosh. Sizga bo'lsa shirin g'amlar bo'lsin yo'ldosh, ota uyda qushday ruhi yengillarim. Xudo bersin baxtingizni singillarim. Dadamiz rozi bo'ldilar. Endi bu yog'i to'ydi. Ilohi amin. Ilohim 2 yosh baxtli bo'lsin, taxtli bo'lsin, serfarzand bo'lsin. Alloh. Qizchog'ingiz oqdi go'yo anhorlarga, quchog'ingiz to'ldi bugun yor-yorlarga. Oq tonglarni o'rang endi oxorlarga. Xudo bersin baxtingizni singillarim. Sovchi so'rab kelguncha to qo'lingizni, ololmaymiz guldan nozik ko'nglingizni. Chaqaloqlar obod qilsin uyingizni. Xudo bersin baxtingizni singillarim. Tim oladi hatto quyosh ufqqa botib, sizchi tunni o'tkazasiz alla aytib. Har ne bo'lsa ko'z yosh bilan kelmang qaytib. Xudo bersin baxtingizni singillarim. Har ne bo'lsa ko'z